Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafar Bimronbek kanali o'z ishini boshlaydi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Biz boshladik. O'zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ertaga bo'lib o'tadigan Urugvayga qarshi o'rtoqlik o'yinidan oldin matbuot anjumanida ishtirok etdi. Avvalo tashrif uchun barchaga rahmat aytaman. Biz kecha Malayziyaga yetib keldik va tiklanish mashg'ulotlarini olib bordik hamda ertangi uchrashuvga tayyorgarlikni boshladik. Bu avvalgi uchrashuvdan ko'ra farqli o'yin bo'ladi. Dunyodagi eng kuchli jamoa va eng kuchli murabbiylardan biri Marcelo Bielsaga qarshi bahs olib boramiz. Bizni oldinda qiyin o'yin kutib turibdi. Biz raqibdan qo'rqmaymiz va o'z o'yinimizni ko'rsatmoqchimiz. Bu o'rtoqlik uchrashuvi, lekin maydonda borimizni beramiz. Bu o'zimizni ko'rsatishimiz uchun yaxshi imkoniyat. Ko'proq to'pni nazorat qilishga harakat qilamiz, chunki ularga imkoniyat berib bo'lmaydi. Vaziyatni o'z qo'limizga olishimiz kerak. Har doim ham hujumda harakat qilib bo'lmaydi. Jahon chempionatida dunyoning eng kuchli jamoalariga qarshi o'yin o'tkazamiz. Biz aynan shunday uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Tanqidlar bo'lishi tabiiy, lekin biz hamma sport turlarida bo'lgani kabi natija haqida o'ylashimiz kerak, deydi Fabio Cannavaro. Jahon chempionati saralash Osiyo mintaqasida Jahon chempionati 2026 4-saralash bosqichi o'yinlari davom etmoqda. 11-oktyabr sanasida 2 o'yin bo'lib o'tdi. Dastlab A guruhi vakillari Birlashgan Arab Amirligi Ommon o'zaro kuch sinashdi. O'yinda amirliklar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Bu g'alaba evaziga Birlashgan Arab Amirligi 3 ochko bilan guruh peshqadami bo'lib oldi. Ikkinchi o'yinda 1 ochko to'plagan Ommonda Jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati yo'qoldi. 3-turda Birlashgan Arab Amirligi Qatarni 1 ochko ikkinchi o'rinda yirikroq hisobda mag'lub etsa, Ommon ikkinchi o'rin bilan 5-saralash bosqichiga chiqishi mumkin. Bu guruhda Iroq Indoneziyani 1-0 hisobida taslim qildi. Indoneziya 2 o'yinda birorta ochko ola olmadi va jahon chempionatidan umidini uzdi. Iroq 3-turda Saudiya bilan o'yinda yo'llanma masalasini hal qilib olishi mumkin. Ikkala jamoa ham g'alaba qozonsa jahon chempionatiga chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Norvegiya terma jamoasini to'xtatib bo'lmayapti. Norvegiya terma jamoasi g'alabali seriyasini uzaytirdi. Jamoa Jahon chempionati 2026 saralashda Isroilni 5-0 hisobida mag'lub etdi. Norvegiyaliklar o'tgan yilning oktyabr oyidan beri barcha musobaqalarda mag'lub bo'lishmayapti. Shundan so'ng 9 ta o'yinda umumiy 39 ta gol urib, 4 ta to'p olib chiqishgan. Norvegiya Jahon chempionati saralashda 6 o'yinda 18 ochko to'plagan holda I guruhida peshqadamlik qilmoqda. Eng yaqin raqobatchilari Italiya va Isroil 9 ballga ortda qolmoqda. Italiyaliklarda 2 o'yin kam. 14-oktyabr kuni norvegiyaliklar Yangi Zelandiya bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazishadi. Portugaliya prezidenti Ronaldoning penaltidan xato qilganiga munosabat bildirdi. Portugaliya prezidenti Marcelo Rebelo de Souza Cristiano Ronaldoning Irlandiya terma jamoasi bilan o'yindagi harakatlari haqida fikr bildirdi. 75 daqiqada 40 yoshli forvard penaltini golga aylantira olmadi. Portugaliyaliklar 91-daqiqada Ruben Nevesning goli evaziga g'alaba qozondi. Ronaldo yaxshi o'ynadi deya Portugaliya prezidentining so'zlarini keltiradi Teser. Raqiblar darvozaboni 3-4 marta aql bovar qilmas seyf amalga oshirdi. Cristianoning penaltini golga aylantirmaganini kamdan kam hollarda ko'rish mumkin, dedi Portugaliya prezidenti. Portugaliya terma jamoasi 9 ochko bilan saralash guruhida peshqadamlik qilmoqda va Vengriyadan 5 ochko oldinda. Seshanba kuni jamoalarning o'zaro uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Urugvayga qarshi o'yinda ishtirok etadi. Xabaringiz bor. Eslatib o'tamiz, o'yin 13-oktyabr Melaka shahridagi Xan Jebat stadionida Toshkent vaqti bilan soat 17:45 da start oladi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.